Assalomu alaykum hammaga. Bugun Beshariq tumanining 2-kunidamiz. Bugun 2-kun. Kechagi syomkamizda shu to'liq holatda olingandi. Mana bugungi holati soat obed bo'lyapti. Xudo xolasa kechgacha bu tomonni kuyib tashlaymiz. Mana ish holati. 2024-yildan domlar ustiga shunaqa kuyish o'zi boshlandi. Hozirda Andijon, Namangan, Farg'ona bo'ylab faoliyat olib boryapmiz. Asosan xususiy bog'chalar, xususiy klinikalar va aholida xo'jalikda ham ish olib borilyapti. Domni tepasiga 5 santidan 7 santimetrgacha kuyib beryapmiz. Hozirgi holati birinchi slog 5 sant kuyib ketilyapti. Ikkinchi slogi bo'ladi 1 sant. Bu yerga hozir 7 santimetrda kuyib berishga dogovor qilganmiz. Hozir birinchi slogimiz o'zi pashti 70% bo'ldi. Narxlarga keladigan bo'lsak, narxlarimiz 35 ming so'mdan 45 ming so'mgacha bo'ladi. Albatta uni qalinligiga qarab. Hozir bu yerda plita qo'yilgan, ustidan sheben tashlangan. Aholida xo'jalikka bo'ladigan bo'lsa, vassan ustidan yoki karton yoki o'zini qo'yilgan materiali bor. Albatta uni ichiga gipsimiz, sementimiz, Xitoy parashogimiz albatta ichida. Xudo xolasa bitgan holatini yana bir marta syomka qilib tashlab yuboraman. Kimgadir shunaqa bir xizmatimiz kerak bo'lsa, pastdagi nomerga aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.